Assalomu alaykum do'stlar. Kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun men sizlarga Osiyo cho'chigi Ali Baba bilan 40 qaraqchini aytib beraymi? Undaqda umaqlarimning qo'li qiymanda bo'lsin-a. Osiyo cho'chigi Ali Baba bilan 40 qaraqchi. Burunning burunusida Paris elidagi bir shaharda Akufka ikkalan yashagan ekan. Aksning ismi Qosim, Fuksning ismi Ali Baba ekan. Ali Baba va uning ayoli namaratlikda yashaydi ekan. Katta sudiyarning qiziga uylangan Qosim nihoyatda boy ekan. Bir kuni Ali Baba eshkiga minib o'tin kaskili beribdi. U kasgan o'tinlarni eshakka ortib, tog'dan tushay deb turishiga bir to'p otliqlarning kelayotganligini ko'rib qoldi. "Opla, chatoq bo'ldi", debdi Ali Baba. U bu otliqlarning o'zini o'ldirib yetishidan, echkini bulab ketishidan ansirab, eshakni daldiga haydab etib, o'zi bir daraxtning ustiga chiqib yoshirinibdi. "Ular qaroqchilar ekanda", debdi Ali Baba o'z-o'ziga. U sanab ko'rsa, ular oq otliq, bir ko'zi qarig'u, shap burutliq boshliqidan boshqa 39 kishi ekan. Qaraqchilarning boshliqi eg'ir qoplarni mo'rsiga artgan odamlarni boshlab, yo'g'an, egiz bir qo'ram tashning oldiga keldi. Ondan ikki qo'lini yayg'inicha tovlabdi. "Sum, eshikni och." Ali Baba ko'zlariga ishonmayli qopdi. Yiliq qo'ram tash o'tirdan bo'linib, ikki tarafga tortilibdi. Ichidan qorong'u bir xar ko'rinibdi. Yiliqi yakchashma qaraqchi uning kaynidan odamlari qarg'a kirib bo'lgandan keyin qo'ramtash avvalgi holatiga kelib qoldi. Qattiq hayron bo'lgan Ali Baba qimir qilishga petin olmabdi. Xili uzoqdan keyin g'arning ishki g'arildab echilibdi. Qaraqchilar g'ardan chiqib, quruq qab xurjunlarini otlarining egarining kayniga g'anjug'ilabdi. Qaraqchilarning boshliqi odamlarni bir qur sanab chiqqandan keyin qo'ramtashga qarab dovlabdi. "Sum, eshikni yop." Tash eshik shu hamon ching yepilibdi. Qaraqchilar yana otlarga minishib uchqandek ketib qoldi. Qo'rqindan lag'ildab titrab ketgan Ali Baba daraxtdan tushibdi. U bir besib, ikki besib qo'ramtashning oldiga keldi. "Qani, bu sehrli so'zni men sinab boqay. G'orning ishki echilamdikin, echilmamdikin", deb o'ylabdi u. "Sum, eshikni och." Birdilla qo'ramtash ikki tarafga tortilib, g'orning ishki echilibdi. Ali Baba mashal yiqib qarg'a kirishiga eshik yana qarildab yepilib qoldi. Ali Baba g'orning ichiga ko'z yugurtib, hayron bo'lgandan og'zini echib turibli qoldi. G'arga unchi marvoyit, go'har yoqut, tovar turdun, qimmat baholiq kiyim-kechaklar to'lib ketgan ekan. "Ular bularni o'z amgiki bilan topgan emas. Shundoq bo'lgankin, men biroz oltin olsam yomon bo'lmas", deb o'ylabdi Ali Baba. Ondan parizasini yeyib, uningga tillalarni elishga boshlabdi. G'arning ichidan ikki xurjinni tepib, ularni mutilla bilan to'shqizgandan keyin eshik oldiga kelib, "Sum, eshikni och", deb tovlabdi. G'ar eshigi echilibdi. Ali Baba g'ardan chiqib, yana tovlab eshikni yepibdi. Ondan keyin o'tlab yurgan eshigini tepib kelib, xurjinlarni artibdi-da, udul uyiga qaytibdi. Ali Baba uyga kelib ishikni ching taqabdi-da, xurjulardagi tillalarni ayolning oldiga to'kibdi. Ko'z oldidagi karomatdan hayron bo'lgan ayoli og'zini echib qoldi. Ular tillalarni sanashga kirishibdi, ammo har qancha qilibmi sanab bo'lolmabdi. "Choqqon okamnikiga berib tarozisini elib kel. Biz uningda jinglasak bo'lg'uday", debdi Ali Baba xotiniga. Qosimning xotini Ali Babaning xotinining tarozi so'rab kelganiga bak ajablanib, ular buning bilan nimani o'lchaydigandi deb o'ylabdi. U tarozi taxsining tagiga ozroq asal surtib qo'yibdi. Kashda Ali Babaning ayoli tarozini opirib beribdi. Qosimning ayoli tarozining taxsini o'rib tikan, taxsining tagiga chaplashib qolgan bir narsani ko'ribdi. Biroq bu tiriq emas, balki bir dona tilla ekan. "Pa, bu bir tilla
Tillakang'u, buni nereden algandu? Ular eng nomrod xalq tursa. U hapıla-şapıla erining qishig'i berib, bu ahvolni aytibdi. Qasım ayolning gapiga ishonmabdi. Ayoli heliqi tillani uningga ko'rsatibdi. Qasım tillani qo'liga elib, o'rib-cho'rib qarabdi-da, ichiga bir o't tushibdi. U kechicha uxlay olmabdi. Atstang yurishi bilanla Ali Babaning uyiga beribdi. Ko'ngling baqardab ketibdi ha. Beyib ketibsan o. Buni meningda yoshiribsan. Tuqqan degan shundoq bo'lamdi. Dabdi Qasım ochiqlab. Ali Baba maxfiyatlikning oshkorlanib qolganligini bilibdi. U qaroqchilar va g'ardagi mol-dunyo to'g'riliq so'zlab beribdi va uning maxfiyatlikni saqlashini o'tinibdi. Qasım ma'qul bo'pti, ammo uyiga qaytib beribla xotiniga aytibdi va moliyini qovul un qechirni tayyorlashga buyurib, atsi yo'lga chiqishga hozirlik qilibdi. Atsi tong saharda Qasım g'arning oldiga kelib, heliqi sehrli so'zni to'g'labdi. Samsam, eshikni och. Tosh eshik hayvat bilan xorildab ochilibdi. Qasım g'arga etilib kiribdi. O'zi xeli boy bo'lsa-mu, shuncha ko'p oltin kumushlarni tunji rad ko'rgan Qasım hayajonlangandan ixtiyorsiz to'g'ri yetibdi. U oltin kumushlarni qop xurjlarga oshko'zlik bilan bo'lishiga qachilabdi. U qachilganlarni qechirlarga ortib, uyga olib yetib, ondan yana kelishni ko'ngliga pukibdi. U eshikni ochmoqchi bo'lib, heliqi sirliq so'zni aytay debdi-yu, unutib qolganlikdan nima deyishni bilolmay qoldi. Shuning bilan o'z bilgan o'simliklarning nomini aytishga boshlabdi. Po'richoq, eshikni och. Bug'doy, eshikni och. Arpa, eshikni och. Qo'noq, eshikni och. Lekin eshik ochilmabdi. Dal shu chaqda qaroqchilar kelib qoldi. Ular g'arning oldida turgan qechirlarni ko'rib, qilich xanjarlarni o'ynatganicha xorga etilibdi. Talaysiz Qasım o'ldirilibdi. Qaroqchilar uni 4 parcha qilib g'arning ishigiga esib qo'yibdi. Bizga qora sanag'anlarning oqibati mana shundoq bo'ladi, deb baqiribdi qaroqchilarning boshlig'i. Oradan 2 kun o'tib ketibdi. Qasım qaytib kelmabdi. Uning ayoli titit bo'lib, Ali Babaning uyiga keldi. Fukam, akang 2 kun burun qijiray deb toqib ketgan, hozirgacha kelmadi. Uning bordigan yerini sen bilasan, izlab boqsang bo'pti-kan, debdi u. Voy xudoyim-ey, u menga hargiz boylik izdigili bormayman deb va'da bergan-tug'u. Ilohim, u qaroqchilarga yo'liqib qolgan bo'lmag'iydi-jumu. Ali Baba samimiylik bilan Qasım uchun duo qildi. Ondan keyin eshigiga minib toqqa qarab yo'lga chiqibdi. Ali Baba g'arning oldiga berib Qasımning jasadini ko'ribdi. U qayg'usini besib, jasadni o'rabdi-da, eshakka ortib ustidan shox-shumba besib yo'shirib orqaga yenibdi. Qasımning ayoli Ali Baba uyga kirib bo'lguncha "Erimning ahvoli qandaqroq?" deb so'rabdi. Ali Baba aksini qandaq ahvolda topganligini yangisiga so'zlab beribdi. Qasımning ayoli zar-zar yig'lab og'zi echibdi. "Sabr qiling yanga", debdi Ali Baba. "Bo'ladigan ish bo'ldi. Yig'lag'onga o'rniga kelmaydi. Biz sir saqlamasak bo'lmaydi. Sir jamoat orsiga yeyilib ketsa, beshimizga balo qazo bo'ladi." Qasımning ayoli dardga poylama yurak kesili qo'zg'alib o'lib ketibdi. Shuning bilan Ali Baba Qasımning mirosxo'ri bo'lib qoldi. U xotini bilan Qasımning uyiga ko'chib ketdi. Qasımning Marjana ismli aqlli yosh dediga bor ekan. U ko'p yillardan beri Qasımning xizmatini qilgan ekan. Marjana bir mo'zdozning do'koniga beribdi va uningga bir tilla berib, "Ko'zingni bir bacharax bilan tengib uyimga opiraman, qildigan ish bor", debdi. Mo'zdoz unimabdi. Marjana uningga yana bir necha tillani beribdi. Umrida buncha jiq tillalarni ko'rib boqmagan mo'zdoz ma'qul bo'pti. Marjana mo'zdozning ko'zini tengib Ali Babaning uyiga boshlab ketdi.
U Mozdozning ko'zini ichivatgandan keyin parchalangan jasadni asli holatiga keltirib tikishni buyuribdi. Mozdoz bar hunarini ishga selib buni o'rindabdi. Ish tugagandan keyin Marjana uning ko'zini yana tengib uyiga opirib qo'yibdi. Mozdoz bu amgik uchun bir hamyontillarga erishibdi. Shu ish bo'layotgan chaqda qaroqchilarning boshlig'i jasadning ilib ketilganligini bayqabdi. "G'orning sirini yana bir kishi biladi-kan", debdi qaroqchilarning boshlig'i. Andin Ahmad Boshkesar degan bir qaroqchini ahvolni o'qib kelish uchun shaharga avatibdi. Ba'zi ishlar shundoq to'g'ri kelib qoladi ekan. Ahmad Boshkesarning topini teshilgidek bo'lganda bir Mozdoz do'koniga kelib qapti va Mozdozning bir kishiga da'vatgan gapini anglab qapti. "Men faqat 4 parcha qilib etilgan bir jasadni tikib asiga keltirib qo'ydim. Ular menga bir hamyon tilla berdi-jimi? Bundoqqa tishnadi bo deysan?" Bu gapni anglagan Ahmad Boshkesar xush bo'lib ketibdi. "Agar sen meni u yerga boshlab borsang, men senga bir hamyon tilla beraman", debdi u. Mozdoz bu gapni anglab xushalliqida o'ltira olmayla qapti. Ammo ayni chaqda ko'zi tengib qo'yilgan bo'g'ashqa o'z ko'rmagan uyni qandoqmi topa olsin? "Men sening ko'zingni tengib qo'yay", debdi qaroqchi. "Sen qaysi yo'l bilan manganligingni asta-asta asligin." Mozdozning yo'lni farq etish iqtidori nihoyat yaxshi ekan. Uning ustiga u oldingi qitimda o'zining mangan qadam sonini sanab olgan ekan. Shunga u Ali Babaning uyini nihoyat tezla tepib olibdi. Gul qaqalari echilib ketgan qaroqchi Mozdozga bir hamyon tilla berib, uni qaytarib etibdi. Bu ko'chadagi uylarning hammasi bir qilibda silingan bo'lib, avval kelib ko'rmagan kishi uyni birdilla to'nib ketolmaydi ekan. Ahmad Boshkesar Ali Babaning ishigiga qo'shish belgisini sizib qo'yibdi-da, boshlig'iga xabar yetkazgili aldirab tenab shahardan chiqibdi. Lekin sodiliq qilg'ili bozorga mangan Marjana ishikdagi g'alati belgini ko'rib qopdi-da, ko'ngliga gumon tushibdi. "Bu nima ishdi?" deb o'ylabdi u. Egiz yerga sizilgandan qaraganda bu cho'ng odamning qilgan ishi. U bizni o'ldirish yoki bo'lash maqsadida musha belgini sizgan bo'lsa kerak. Hay, uni bu izdan asqashtirib yetay. Shuning bilan Marjana bu ko'chadagi hamma eshiklarga qo'shish belgisini sizib qo'yibdi. Qaroqchilar boshlig'i Ahmad Boshkesarning gapini anglagandan keyin darhol odamlarni boshlab shaharga otlanibdi. Heliqi ko'chaga yetib kelgandan keyin bu yerdagi hamma uyning darvozasida qo'shish belgisining borligi qaroqchilarni gangirtib qo'yibdi. Qaroqchilar taqa qaytishga majbur bo'ldi. Qaroqchilarning boshlig'i g'azbiga paylamay Ahmad Boshkesarni chepib tashlabdi va o'zi shaharga kirishni qaror qildi. U sodigar qiyofada yasinib Mozdozning do'koniga keldi. Mozdoz yana bir oz pul tepish uchun uni Ali Babaning ishiga oldiga boshlab beribdi. Makkar qaroqchilar boshlig'i Ali Babaning uyining o'rnini ko'ngliga ching pukib olib, qaytib borgandan keyin qo'l ostidagilarga bir harva va 39 kup setib olishni buyuribdi. Har bir kupga birdan qaroqchi yoshirinibdi. Oxirgisiga liqqida yoq qochilinibdi. Qaroqchilar boshlig'i harvini haydab shaharga qarab yengibdi. Qarong'u tushganda qaroqchilar boshlig'i yoq sodigar qiyofada yasinib, Ali Babaning ishiga oldiga kelib, bir kecha qo'nishga ijozat berishni o'tinibdi. Ali Baba uni uyga taklif qildi. Xizmatkorlarni uning qichirlariga yem, suv berishga buyuribdi. Harva va otlarni hovlisiga joylashtiribdi. Ondan Marjanani chaqirib, "Uyimizga mehmon keldi. Bugun kech qo'nadi. Uningga kechlik tomoq tayyorlig'in. Mehmonni yaxshi kutgin", deb topalabdi. Qaroqchilar boshlig'i orliqda o'g'irliqcha hovliga chiqibdi. U qo'l ostidagilarga har vaqt tayyor bo'lib turishni, balki so'zni anglagan hamon kupdan chiqib bu uydagilarning hammasini o'ldirib etishni buyuribdi. Marjana uyda suvmay tugab qolganligini esiga oldi. "Endi qandoqmi qilaman?" debdi u. "Bu kechida moyni nadimi toparman?" U ambarga kirib boqmoqchi bo'lib hovliga chiqibdi-da, kuplarni ko'rib, "Mehmonning meydin ishiltib turib, ati moy setib olib o'rniga qo'yib qo'ymaymi?" deb o'ylabdi. Lekin u birinchi kupni echibdi-yu, bir qarab qattiq qo'rqib ketibdi.
Chunki küpning ichidan qo'pol ovoz anglanibdi. Vaqt to'shdimi? Yo'q, texi to'shmadi. Marjana ovozni bo'm chiqarib javob beribdi. Ondan küplarni bir-birlab echib yiqibdi. Hammasidan heliqi savollar anglanibdi. Marjana oxirgi küpdilar may borligini bayqabdi. Shuning bilan u küpdagi mayni qizitibdi va pojildab turgan mayni har bir küpdagi qaraqchining beshiga qo'yibdi. Qaraqchilar boshliqi balgi so'zni aytmoqchi bo'lib o'ylig'i chiqqanda qo'l ostidagilarning birining tirik qolmaganligini bayqab cho'chib ketibdi. U o'zining qandoq to'zoqqa tushib qolganligini bilolmay qattiq qo'rqib ketibdi-da, badar tikib etibdi. Atsi Marjana Ali Babaga o'zining tunigan kechida qilgan ishlarini aytibdi. Ali Baba bularni anglab intayin xursand bo'ldi. Xizmatkorlarni chaqirib, o'ri qo'latqizib, küpdagi qaraqchilarni ko'mdiribdi. Yakchashma qaraqchi shu qashqan peti g'arga kelib to'xtabdi. U Ali Babadan qandoq o'shilishning amalini izlabdi. Atsi qaraqchilar boshliqi soqol burdini elib etib, gilam sotquchi savdogar qiyofatida yasinibdi. Bozorda u bir parcha chiroyli gilamni Ali Babaning chiyaniga qasdan arzon bahoda setib beribdi va bu hamoqat aman bir kuni meni uyga taklif qiladi. Shu chaqda uning uydagilarning hammasini o'ldirib etaman, deb o'ylabdi. Rost degandak, jiyanning setib olgan gilamini ko'rgan Ali Baba atsi gilamchini uyga taklif qilibdi. Marjana gilam savdogarining qaraqchilar boshliq ekanligini bir qarabda taniyapti, ammo chandurmabdi. Yakchashma qaraqchi shu kuni saqalni bo'yitib, yangi to'n kiyib, balvig'iga xanjar qistirib olgan ekan. Qo'rma taomlar tartilibdi, sazandilar sazlarini sho'x kuylarga chelishga boshlabdi. Marjana Ali Babaga so'rinning to'riga hargiz o'tmaslikni pichirlabdi. Andin bir kup sharob elib chiqib saqiga topshiribdi. Keyin o'zining usul o'ynab berishiga ijozat berilishni iltimos qilibdi. Sazandilar sho'x usul kuyiga chelibdi, Marjana usulga tushibdi va usulni barbara tezlatib qo'yindek pirqirabdi. Pirqirash avjiga chiqqanda u tuyuqsiz qoplondek etilib kelib, gilam savdogarining yuragini challab xanjar uribdi. Savdogar qattiq voqirabdi-da, shu hamon jam beribdi. Birdamlik o'pir-to'pirdan keyin Ali Baba va xizmatkorlari o'zini gilam savdogari deb tanishtirgan yakchashma qaraqchilarni to'nibdi. Aqlli Marjana Ali Babaning ko'ngliga yiqib qoldi. Keyin ular baxtlik ar-xotinlardan bo'lib qoldi. Endi Ali Baba hiliqi boyliqning sirrini bildigan bir kishi bo'lib qoldi. U bu boyliqni pam bilan ishlatibdi, qirq qaraqchi g'arni ochadigan hiliq absunni hech kimga aytib bermabdi. O'maqlarim, bu cho'chakdan nimani his qildinglar? Niyati yomonning qazin to'shik degandek, Qasim niyatining yomonligidan, oshko'zligidan qaraqchilar tarafidan o'ldirildi-ya. Qaraqchilarmi nihoyatda eski niyati yomon bo'lganlik uchun Ali Baba va Marjana tarafidan tegishli jazosini yedi-ku. Shuning uchun biz Ali Babadek savirjon, aqko'ngil, Marjanadek aqlli, botur, siyrak bo'laylikmi? Men ishinaman, mening o'maqlarim cho'qim qilalaydi. Amsa o'maqlarim bugun bo'ldir uxlanglar ha? Tatliq tushlar sizlarga murah bo'lsin.